Jondorlikdan avtomobillar mana savdomiz avjiga. Endilikda bozor avtomobillar chiqarish shartnomasi yo'lida mutlaqo tekinga reklama qilib beramiz. Qolaversa, kelishilgan narxda 3 kun asosida avtomobillar sotilmasa, o'zimiz kelishgan holda narx holda pullarni beramiz. Yoki sizlar bilan kelishsak, narx chiqmaydi, olib kelsangizdan pullarni narx berib o'zimiz olamiz. Bizga aloqalashishlarga qanaqa avtomobillar olamiz? Matizmi, Sparkmi, Nexia 1, Nexia 2, Cobalt, Malibu farqi yo'q. GM avtomobillari qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar biz yaxshi narxga hisoblab olamiz. Avtomobillarimiz ko'p. Kelaverasizlar, mana hozirgi vaqtda ham savdomiz avjiga. Barchalaringizni jondorlikdan avtomobilga kutib qolamiz. Bizga odolar qo'yishimiz, mana adresimiz o'sha. Buxoro shahridan kelaverishda birinchi Karsoga yetmasdan chap qo'lda joylashgan. Qorako'l tomondan kelaverishda Karmashkadan o'tib o'ng qo'lda joylashgan. Kelaverasizlar.